Bunisi bo'lsin. Siz A'ni, B'ni, C'ni qo'shsangiz, uchalasini keladi. Tushundinglar? Yaxshi. Birinchi. Mana. Mana burchagimiz 40. Mana burchagimiz 30. Mana burchagimiz 70. Bu qancha? Ha? Uchovini qo'shsa bo'ladi. 30 bilan 70 100 mi? 40 ni qo'shsa qancha bo'ladi? Oson ekanmi? Oson. Mana. 100 20 40 x qancha? X qancha? Ha? Ikkovini qo'ysak 60 mi? 100 chiqishi kerakmi? Qancha kerak? Rahmat. Demak, x qanchaga teng bo'lar ekan? Davom etamiz. Uchinchi. Qiziq savol bo'lishi kerak. Mana. X degan masala. Qancha? Esos. Rahmat Ezozat. Demak, Ezoz aytayapti, bunga ham x qo'yamiz. Teng-ku, to'g'rimi? Bunga ham x qo'yamiz. Uchalasini qo'shamiz. 3x teng necha bo'lar ekan? 9. X teng necha bo'lar ekan? 9. Yaxshi. Davom etamiz. 4-chi. X topishimiz kerak. Xo'sh. Ha. 40 bilan 30 70 mi? X'imiz qancha bo'ladi? Hamma tushundimi? Yaxshi. Davom etamiz. Xo'sh. Nechta? Mana bu burchagimiz 100. Bu burchagimiz 120. Mana bu burchagimiz x, mana bu burchagimiz 140 bo'lsin. Raqamga to'g'ri aytyapti. Bu 100 mi? 100 bo'lsa, bunisi 80. Bu 120 mi? Bunisi 60. Demak biz buni va mana buni qo'shsak buni beramiz. 60 bilan 80. 140. X'imiz qancha edi? 60 bilan 80. O'xshamadi-ku. O'xshamay qoldi. Buni birga 60 deylik a. 60 bilan 80. 120. X'imiz qancha bo'lar ekan? 20 ning o'zi. Qarang, aldaganimiz bo'lib qoldi. Demak, 6-chi. X plus 20. X plus 10. X plus 10 va bu 100. Qanday chiqadi? Qo'shib chiqamiz. Uchovini qo'shamiz. Uchovini qo'shib nima qilamiz? Xo'sh, uchovini qo'ysak, x plus 40 barobar 100 mi? Xo'sh, x teng 60 mi? X teng necha bo'lar ekan? Yaxshi. Ana endi yana davom etamiz. Yaxshi savol bor. Shuni ko'ramiz. Ya bosan masala bo'lib qoldi. Bu masala oson bo'lib qoldi. Yo, boshqacha ish qilamiz. Mana ish qilamiz. Bu masala oson bo'lib qoldi. Ana boshqa qilib masala. Qanday qilish kerak?
X ise. Bu A mı? Bu ya A mı? B. Bu B mi? Bu B mi? Şu ne? Ikkita A bilan ikkita B'ni qo'shsam va 80ni qo'shsam 180 chiqadi. Ikkita A, ikkita B va 80 qancha bo'ladi? ikkita A bilan ikkita B 100. A bilan B. A bilan B necha bo'ladi? X ni topish uchun nima qilish kerak? A ni B ni 80 ni qo'shish kerakmi? X ni topish uchun A ni B ni nimani qo'shish kerak? 80. A bilan B qancha? 50. 80 ni qo'shsak, X qancha bo'lar ekan? 130. Yana xuddi shunga o'xshagan masala. 8-chi. Xuddi shu masalani o'rganamiz. Xo'sh, bu X. Mana bu burchak bo'lsinki 100. Demak, nima qilamiz? Qanday qilib B. buni A, buni A, buni B, buni B. Xo'sh, keyinchi A plus B 2A. A plus B qancha deb o'ylaysiz? A plus B. A plus B qancha? A plus B. A plus B 80. 80. Mana bu burchakni ko'ryapsizlarmi? Ko'rdinglarmi? Uchalasi 100 bo'lishi kerakmi? Bundan kelib chiqadi A plus B teng 80. A plus B teng qancha ekan? 80. Sizlar A ni B ni X ni qo'shsa 100 chiqadimi? A ni B ni X ni qo'shsa 100 chiqadi. Sizda A bilan B qancha? X imiz qancha bo'ladi? Yana bitta xuddi shunga o'xshagan masala. Demek 60 100 X toping yani. Bu A, bu A, bu A. Bu B, bu B, bu B. Şu ne? Yani. A bilan B'ni qancha deb o'ylaysiz? A bilan B. Yo'q. A bilan B 40. A bilan B qancha ekan? Chunki siz mana bu bilan mana buni qo'shib, buni qo'ysangiz buni beradi. A ni B ni va 60 qo'ysangiz 100 ni beradi. Demak, bizda A bilan B qancha bo'lar ekan? A bilan B qancha ekan? Tushunarli? A bilan B 40 ga teng bo'ladi. A bilan B 40 bo'lsa, mana shu shaklda A bilan B qancha bo'lsa? 40 bo'lsa. Mana shu 40 bo'lsa X qancha? Mana shu burchakda. Shu burchakni ko'ryapsizlarmi? A bilan B 40 bo'lsa, X qancha bo'lar ekan? 140. Savol belgilaymiz.